Mana bu jihodning, mana bu fathning samarasi shuki, bu joyda Alloh subhanahu va taoloning kalimasi oliy qilinadi. Islomiy davlat bo'ladimi yo bu demokratik davlat bo'ladimi endi bu yoqda Suriya? Tomosha qilsangiz ko'rasizda. Bo'lmaydi, tushingni ham ko'rmaysan sen unaqangi. Xosatan Shomda Turkiyaga o'xshagan demokratik davlat hamma bor yerda bitam aralashgan, qurilishgan. Bo'lmaydi u narsa bu yerda. Islomiy davlat bo'ladimi yo bu demokratik davlat bo'ladimi endi bu yoqda Suriya? Javloniy va mujohidlar shariatni tatbiq qilish uchun shuncha yil jihad qilishdi, jon berib jon olishdi. Tatbiq qilishadi inshaalloh. Tomosha qilishda davom etavering, ko'rasiz inshaalloh. Mujohidlarning haqqi, hurmati bor. Ular Alloh yo'lida jang qilgan odamlar. Allohning kalimasini oliy qilishlik uchun jonini fido qilgan insonlar. Ya'ni fidokorlikning eng yuqorisini qilgan insonlar, jonini fido qilishlikdan ko'ra qancha kattaroq fidokorlik bo'lishligi mumkin? Hujjat yo'q, nima qilyapti? Mujohidlarni demokratiyada nimada ayblayapti? Islomiy davlat bo'ladi. Bu narsada umuman shak shubha qilinadigan bir narsa emas. Islomiy davlat shundaqa bo'ladi-da. Mana bu o'rinda davlatni islom ekanligiga ishora turibdi ochiqdan ochiq. Tomosha qilishda davom etavering, ko'rasiz inshaalloh. Birodar, islomiy davlat bo'ladi. Shom diyoridagi bo'layotgan voqea hodisalarning xabarlari. Mujohidlarning olib borayotgan siyosatini tushunishlik uchun avval mujohid bo'lish kerak. Islom davlati, ya'ni islomiy boshqaruv, ya'ni bu davlatni hamma musulmonlar qo'llashlik kerak. Shuning uchun qo'llashliginglarni men maslahat beraman. G'arib mujohidlar Damashq fath qilib ham, ya'ni bir malomatdan qutulmadi-da, subhanalloh. Islomiy davlat shundaqa bo'ladi-da. Tomosha qilishda davom etavering, ko'rasiz inshaalloh. Bu joydagi qilingan jihodning natijasi albatta islomiy boshqaruv bo'ladi, islomiy nizom bo'ladi. Islomiy davlatni bajariladigan ishlarni barchasini bajaradi. Tomosha qilishda davom etavering, ko'rasiz inshaalloh. Bu joydagi qilingan jihodning natijasi albatta islomiy boshqaruv bo'ladi, islomiy nizom bo'ladi. Tomosha qilishda davom etavering, ko'rasiz inshaalloh. Islomiy davlat bo'ladimi yo bu demokratik davlat bo'ladimi endi bu yoqda Suriya? Tomosha qilishda davom etavering, ko'rasiz inshaalloh. Qaysi joyda ular demokratiya bilan boshqaramiz dedi. Islom uchun, islom adolati uchun, islom hokim bo'lishlik uchun ular shuncha qurbonlik berdi. Bular hech qachon rozi bo'lmaydi demokratiyaga. Tomosha qilishda davom etavering, ko'rasiz inshaalloh. Islomiy davlat bo'ladimi yo bu demokratik davlat bo'ladimi endi bu yoqda Suriya? Tomosha qilishda davom etavering, ko'rasiz inshaalloh. Odam o'ylab gapirishni kerak. Endi shuncha qurbonlikni berib, shuncha jonlarni berib, shuncha molni berib, shuncha harakat, shuncha odamini yo'qotib, shuncha fidoilik. Mana shundan keyin islom hukmi bilan qilmasdan demokratiya bilan ular boshqaradimi? Bu qanday gap bu? Tomosha qilishda davom etavering, ko'rasiz inshaalloh.
kelgan joyimizdan davom etamiz. Battar bo'linglar. Mashadanga tupurib yuborardimi? Hamma qarab turibdi-da. Ya'ni mana bu joylarda islom bayrog'i baland ko'tariladi va Allohning shariati bilan hukm qilinadi. Tomosha qilishda davom etavering, ko'rasiz inshaalloh. Shom yerlarida islomiy davlat qurildi. Haligacha islomiy deb nomlanmasa ham, lekin islomiy davlat bu. Tomosha qilishda davom etavering, ko'rasiz inshaalloh. Javloniy ham aytdi-ku, islomiy davlat qilasizlarmi deganda, islomiy davlat qilamiz dedi. Lekin ko'pchiliginglarda dedi, g'arbdagilarda islomiy davlatni noto'g'ri tatbiqini ko'rgan, mana shu davlat jamoatiga ishora qilyapti gapi bilan, yoki umuman ko'rmagan islomiy boshqaruvni qanaqa bo'lishini. Javloniyda o'zidan so'ralganda ham demokratik davlat quramiz demadi. Tomosha qilishda davom etavering, ko'rasiz inshaalloh. Suriyada mana mujohidlar ko'rsatib qo'yapti. Qanday siyosat qilishlik kerak? Bu Shom diyoridagi bo'layotgan voqea hodisalarning xabarlari. Islomiy davlat bo'ladimi yo bu demokratik davlat bo'ladimi endi bu yoqda Suriya? Birodar, islomiy davlat bo'ladi. Qanday qilib? Qanday? 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 Bilmadim. Suriya davlatini qo'yib turing, men o'zim urushib qo'yaman-da islomiy davlat bilan. Sen men bilan gaplashib knopka, sen men uchun tufusan, bildingmi? Bu joydagi qilingan jihodning natijasi albatta islomiy boshqaruv bo'ladi, islomiy nizom bo'ladi. O'zim xursand bo'lsam bo'ldi-da. Birovlar mening nima ishim bor?